Men tushunmadim. Fish and Brand baliqlari shunda uchadimi? Nima? Mana shu set arzimagan 277 mingmi? Men institutda o'qib yurgan paytim kichkinagina budka edi bular. Baliq sotardi. Hozir restoran bo'lib ketdimi? Fish and Brandda dastavkaga 40 ta mashina ishlaydi deb eshitganman. Nahotki dastavkasi shunaqa ko'p ekan. Ketdi. Bularda faqat baliq emas, aytgancha. Turistik kuxnya ham bor ekan. Hozir yeb ko'ramiz-da, bir bahosini beramiz. Esimda institutda o'qib yurgan paytim bular endi ochilishganida, shunda irrigatsion institut yonida kichkina budka edi. Hozir 8 ta filiali bor ekan. Xullas, endi sendvich haqida keladigan bo'lsak. Balig'i o'zligi uchun Norvegiyadan olib keltirishar ekan. Bu skumbriya o'z-o'zaniga emas, Norvegiyadan faqat buning uchun kelar ekan. Qiltanog'i yo'q, noni juda ham mazali, o'zligini retseptligi bo'yicha pishirishar ekan. Xullas, sendvich o'sha men institutda o'qib yurgan paytimdagi mazza hech o'zgarmagan. Salat mangold kurinniy ekan. Sразу aytaman, menga unaqa yoqmadi. Nimaga? Tovuqni men ozgina marinovka qilib, takoy yumshoqroq qilib pishirgan bo'lardim va bo'tga marinovanniy qo'ziqorin emas, takoy shampinyonni ozgina qovurib turib solardim. O'shanda menimcha mazasi cho'tga chiqardi. Tak себе salat ekan. Bejizga limonad ichib ko'rmayapman, chunki o'zligi pyure qilamiz deb aytishdi va naturalniy bizani limonadlar deyishdi. Pyureni mazasi bor, lekin siropi mazasi ham kelyapti. Go'sht shundoq bilinyapti, что o'zimizning местный go'sht bulchkaliga juda ham takoy prям burger uchun idealniy ekan. Ozgina mana bu mayonezligi, sousligi menga sal ko'plik qildi, lekin двойной burger sirlar bilan menga yoqdi. Zachon. Hozir men so'rab oldim. Bu narsani aytmasam bo'lmaydi. Go'shtni o'zligiga so'yishar ekan, xushxonaligi bor ekan. Undan tashqari mana shu tovuqlarni ham birma-bir qo'lda so'yishar ekan. Bu narsa uchun men alohida bitta like deyman. Tovuq ham, mana bu mol go'shti ham menga juda ham yoqdi. To'g'risini aytaman, Koreyka ozgina menga quruqlik qildi, ozgina. Lekin sousga botirib yesanglar yaxshi. Bilasizlarmi? Milliy brendlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Bu meni fikrim. 13 yil oldin kichkinagina budka bo'lishgan, lekin 13 yil ichida 8 ta filiali bor. Katta milliy brend, milliy restoranlarga aylangan Fish and Brand meni haqiqatdan olib qoldirdi. Chunki atmosferani juda ham chiroyli qilib qo'yishdi. Men Yunusobodda mana shunday Samarani yonida детский площадкаlarga cho'qib qo'yishgan, oilaviy kelib, maza qilib o'tirib ketsa bo'lar ekan. Qolgan filiallarda lekin hozircha plощадка yo'q ekan. Narxga keladigan bo'lsak, shuncha yegan narsam menimcha 189 ming bu juda ham yaxshi narx. Bemalol oila, do'stlar bilan kelib yeb ketsa bo'ladigan ekan. Endi ovqatlarning mazasiga keladigan bo'lsak, salatni aytdim, menga unchalik yoqmadi, lekin sendvichligi, burgerligi juda ham mazali. Go'shtligi ham juda ham prям go'sht mazasi kelyapti. Sababi, boya aytib o'tganimdek, o'zligi so'yishar ekan, hamma narsa o'zligidan chiqar ekan. Sizlar ham kelinglar-da, yeb ko'rib, fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi safar qayerga boramiz? Sizlar hali ham ko'rib o'tiribsizlar-da, mana siz qo'ydingiz-ku, siz hali na like qo'ydingiz, na подписка bosdingiz. Sharmanda uyat emasmi? Men sizlar uchun harakat qilyapman.